Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Ukam uyimga, xo'jaligimga hamda tirikchilikka ishlatish uchun 17 ot kuchli benzinli motoblokdan xarid qilmoqchiman. Shunga narx-navolari bilan tanishtiring degan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konimizga 17 ot kuchli benzinli motobloklarimizni har xil variantlar yetib keldi. Shu munosabati bilan hozir sizlarga bularda qisqacha ma'lumotlarni, narx-navosini tanishtirib o'taman va kimdagi mana shu turdagi motobloklarni optim bazasidan, katta skletdan, suv tekin narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastiga nomerimni qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Bizning do'konimizda bu motobloklar orqa tomonda xohlaganinglardagi yashil holatida ham bor. Xohlaganlar uchun cheklanmagan miqdorda mana bu tomonda yig'ilgan holatlari ham bor. Kichikroqlardan so'raganlar uchun mana akalar ko'rishingiz mumkin. 7 ot kuchlilarimiz ham har xil modellaridan bor. Undan tashqari mini kultivatsiya apparat so'raganlar uchun mini kultivatsiya apparatlarimizdan ham bor. Xohlaganlar uchun kesinglar. Mana shu holatda yashida ham ustakalarimiz shotda ko'zingizlar oldida yig'ib, ishlatib, tekshirib berish imkoniyati ham bor. Va undan tashqari bu motobloklar uchun agregatlar, e'tibor beringlar. Chizillar, selkalar, pluglar, agat oladiganlar, kartochka patillardan ham 100% olib kelib qo'yganmiz akalar. Xo'p, undan tashqari gusunitsali sepli apparat so'raganlar uchun ham gusunitsa apparatlarimiz ham yangi modellar yetib kelgan akalar. Hozir sizlarga 17 ot kuchli benzinli motobloklar tanishtiraman va undan tashqari videoni boshida aytib o'tib ketish kerak. Agroservis do'konimizda hozir juda ham katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya qanday ukajonim deganlar uchun e'tibor beringlar. Atrofda 300 ming 350 ming sotiladigan mana shunaqa shurpayor naborlar mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz shu nog'iga tarqatib yuborilyapti akalar. E'tibor bering. Mana shu Devat firmani shurpavori ichida 2 tadan 48 vatli batareyka, zaryadni, xo'p, sverlo, atverka, golovkalari bilan jihozlangan mana shu shurpavor nabor 1 so'm pulsiz shu nog'iga tekinga tarqatib yuborilyapti. Bu degani 1 so'm pul bermasdan shu shurpavor naborni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Nafaqat bunaqa shurpavor nabor, bundan tashqari mana shunaqa bolgarkalar. Bu bolgarkalarimiz ham original bolgarkalar bo'ladi akalar. 1 yildan garantiyalari bor original bolgarka. Ichida e'tibor beringlar, dokumenti, zapas ko'mirlari, qanotlari, hamma narsalar bilan chiqadigan shu bolgarka ham mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz sizniki bo'lib qolishi mumkin. Bu instrumentlarni ukajonim qanday qilib tekinga olamiz deganlar uchun hozirroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib hozirroq omad deb yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelganingizda mana shunga o'xshagan 50 xildan oshiq instrumentning birini tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Bu degani mana shu videoni ko'rib o'tirganingiz uchun ham siz 200 ming 300 ming so'm prosta tak pul ishlab oladigan joy. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, tekinga instrumentimizni qanday qilib olib ketish yo'lini aytib o'taman va kelib bemalol tekinga instrument olib ketsangiz bo'ladi. Endi motoblogimizni tanishtiraman deb va'da berdim. 17 ot kuchli motobloklarimizni ko'rib turibsizlar. 3 xil firmani 3 xil modeldagi motobloklar yetib keldi. Kentaur motoblogi so'raganlarga Kentaur motobloklari, TX motoblogini so'raganlar uchun TX motobloklari, Arm motobloglarini so'raganlar uchun Arm motobloklari 17 ot kuchlilarni bugun sizlarga tanishtirib o'taman akalar. Xo'p, variantlariga bitta ahamiyat beringlar. Ko'pchilik joyda topa olmaydigan variantlarni olib kelib qo'yganmiz akalar. Bu degani oldin motobloklarni akalar o'ngga yoki chapga tortib burilish kerak bo'lsa, hozir sizlarga akalar zo'r variantini ko'rsataman. Endi buni o'ngga yoki chapga tortib turib burilish shart emas. Prosta tak ruchkani o'zini shunday bossangiz, motoblok o'ng tomonga, chap ruchkani bosadigan bo'lsangiz, motoblok chap tomonga avtomatik burilib beradigan variantlarni olib kelib qo'yganmiz. Oldingi holati mana reduktorlar mana shu oddiy holatda bo'lardi. O'ngga yoki chapga burish uchun rolni tortish kerak edi. Bu 17 ot kuchli motobloklarimizni. Yangi kelgan modellarimizda reduktorlarni bitta ahamiyat beringlar. Katta reduktor, bu oldingi reduktorlari, bu hozir kelayotgan katta satelitli reduktor. Buni aytib o'tganimdek, o'ngga yoki chapga burilish uchun prosta tak ruchkani o'zini, o'ng ruchkani bossangiz o'ng tomonga, chap ruchkasini bossangiz chap tomonga o'zi avtomatik gidravlikaga o'xshab burilib beradi. Shu tomonlama juda ham baquvvat, sifatli ishlab beradi. Yerda ichida ham yerda jigarini sug'urib oladigan reduktor mana shu bo'ladi akalar. Xo'p, narx-navosiga keladigan bo'lsak, narx-navosi bu satelitli variantimizniki 17 ot kuchli benzinli bo'lyapti. E'tibor berasizlar, benzin baklari 5 litr, yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganlar zavodit oladi. Akkumulyatorli varianti statorida o't oladi. Kalitda yarimta bossanglar, kalitda ham o't oladi. Xo'p, undan tashqari reduktorni aytib o'tdim. Katta reduktor, balonlari yaxshi yumshoq, katta balon qo'yilgan, rollari uzun varianti. Narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi atiga 8 million 800 ming so'mdan tushirib kamini
qilib beramiz. Xo'p, ukajonim 8 million 800 ga satelitli motoblokni berasanmi deganlar uchun, ha akalar 8 million 800 ga mana shu satelitli motobloklar tarqatilmoqda. Atrofda boshqa do'konlarda 9 million 9,5 million sotiladigan motoblok endi bizda 8 million 800 mingdan tushib kamini ham qilib beramiz. Ichiga 10 qator o'zini frezasi, orqasida tormozi, ichida dokument, kulunch, 1 yil garantiya va mana shunga o'xshagan bonuslarni birini ham qo'shib beramiz. Hamma narsa bilan ataga 8 million 800 ming so'm bo'ladi. Kamini ham kelishadigan joyi bor. Faqatgina videoga like tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi akalar. Xo'p, boshqa motoblok so'raganlar uchun, arm motoblok so'raganlar uchun arm motobloklarimiz ham 17 kuchlilar, men ko'rib turishinglar olib kelib qo'yganimiz mumkin. Starter kalitli modeli bo'ladi. Ko'pchilik so'radi bundan ham. Bundan ham olib kelganmiz. Xohlaganlarga Kentaur motoblogini ko'pchilik so'radi. Kentaur 17 kuchli motobloklarimiz ham narxini atiga 7 million 600 dan tarqatib yuboryapmiz. E'tibor beringlar, atrofda 7 million 900 8 million sotilayotgan Kentaur motoblogi bizda 7 million 600 mingdan kamini ham qilib beramiz akalar. Kelaverasizlar, soni cheklanmagan miqdorda, xohlaganlar shunaqa yig'ilgan, xohlaganlar upa-ko'pga holda bor. Xo'p, ukajonim tekinga shurpavor beraman deding, tekinga bolgarka beraman deding. Buni sharti qanday bo'lyapti deganlar uchun e'tibor beringlar. Bizni do'konimizga kelib, o'zingizga yoqqan turdagi bitta sizni qiziqtirgan motoblokni xarid qilasiz va do'konimizning ichiga kirsanglar, do'konimiz ichida omadli baraban joylashtirilgan. Bu omadli barabanning ichida mana shu yerda turgan hamma instrument tekinga berib yuborilyapti. E'tibor bering, bu barabanning ichida bolgarka, shurpavor, drill hozir ko'rsatib o'tgan hamma narsam bor. Kirasiz, motoblok olasiz, motoblok olganingizdan keyin barabanda aylantirasiz va bu barabanda shu yerdagi turgan instrument qaysi biri tushsa ham tekinga sizga sovg'a sifatida berib olamiz. Bu degani videoga like bosib, kelib o'zingiz omadingizni sinab ko'ring va shu yerdagi instrumentlardan birini tekinga olib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin.